Abid ham bo'libdi, uxlab yotibmiz. Ha, Ko'ko nima qilyapti? Ha, Ko'ko nima qilyapsan? Ha, kompyuter o'ynab o'tiribdi. Yaxshi yotib turdingmi? Ha. Ha, unday bo'lsa chiqaylik-chi eshikka. Ha, yigitlar ham yurishibdi, janob Merdolga kelaylik. Havo yaxshi. Agarovni aytgancha aytaylik-chi, Agarovni nima der ekan? Mendan qursa baribir yaxshi yigitda. Ha, Menga aytib ko'raylikchi. janob Merdan so'raylik-chi. Kelaver. Salom janob Mer. Assalomu alaykum janob Mer, yaxshimisiz? Ha, yo'q, yotib turishdingmi? Tuzingsanlar, qo'rqo ikkalay. Ha, yotib turdik, yaxshimiz. Akancha hali masala nima bo'ldi? Agarovni qayerga qilsak bo'ladi? Polizlarni. Ha, senlar qayerga qilishmoqchisan o'zi? Ko'ko aytyapti, uyimizni yana yiqilsak bo'ladimi, deyapti. Ha, yo'l to'silib qolish kerak emasdan, yo'l to'smasdan qilishaver. Men ruxsat berdim. Tekshiruvchi kelib qolsa aytaverasanlar, janob Mer ruxsat berdi deyishaversan. Ha, mayli. Tur bo'ldi, jo'qa ketdik. Unday bo'lsa ketdik. Mayli janob Mer, rahmat. Ha, mayli, bora qolish. Aytgancha, obunachilar bilan salomlashib olaylik. Sizlar bilan men Jo'xa va Ko'ko. Yaxshimisizlar obunachilar, sizlar men siz erkib qolmayapsizlarmi? Biz yangi videoni ham olib boshladik. Ikkinchi qismi bu. Yangi qishloqqa ko'chib kelganimizda ikkinchi qismi. Ko'ko bilan videomizni. Unday bo'lsa boshlanish kommentariyaga yozib qoldiringlar. Meni kiyimim chiroylimi yoki Jo'xaniki? Ko'koniki. Uzr do'stlar. Odashib ketdik, uzr do'stlar. Hayajon. Ha, to'g'ri aytasan, Ko'ko. Men ishni boshladim. Ha, boshlayver. Men obunachilar bilan gaplashib olay. Sizlar tezroq like va obunani bosib qo'yinglar. Video zo'r chiqyaptimi? Ko'ko yoqyaptimi, yoqmayaptimi yozib yuboringlar kommentariyaga. Nima deb pichirayapsan, Jo'xa? Ha, men obunachilar bilan gaplashyapman. Unday bo'lsa boshladik. Qilib ham bo'libsan-da men. Nimcha davroq. Oy ham chiqyapti, kun ham botibdi, ertalab boshlaylik. Namuncha tez. Ketdik, yotibdi. Ha, tekshiruvchi yana kelibdi. Ha, bu safar boshqa tekshiruvchi kelibdi. Ha, Jitel yaxshimisan? Jitel nima qilyapsan? Sen ishingdimi? Menga nima o'ralashyapsan? Ha, meni uyimda nima qilyapsan deyapman senga. Ha, menga mumkin hamma yoqqa boshda. Shuning uchun tekshirgan keldim seni uyingni yana. Meni uyimda hech narsa yo'q, o'g'irlaydigan. Hamma yo'q tekshirib tezroq yo'qol, daf bo'l bu yerdan. Ha, menga qarshi chiqmoqchimisan? Seni haydattirib olaman qishloqda. O'zingni haydattirib olaman men. Janob Mer bu uyni o'zimizga bergan. Tekshiruvchilar kirmasin deb. Tekshiruvchilarni ham yo'qot degan menga. Tushundingmi? Sen kirmay yoqib qo'yaman. Bugundan boshlab kirmaysan. Janob Merga arz qilaman sen ustingdan. Qanday bu yoqqa kirib olasan sen? Yo'q, menga ruxsat bergan, hamma yoqqa kiraveraman. Bo'ldi, tekshirib olsang ko'zimdan daf bo'l. Ha, mayli, hozir chiqib ketaman. Chiqib ham ketdi. Ertalab davom ettiramiz biz uxlab. Ko'ko vaqtlar uxlaydi, ertalab davom ettiramiz. Ertalab tushdi. Har doimgidek Ko'ko Telefon. Har doimgidek Ko'ko yana har doimgidek Ko'ko kompyuter o'ynayapti. To'rnindan nima qilyapsan? Men kulgili video ochib qudashingga kulyapman. Seni kulganingni ko'rib men ham kulgim kelyapti. Ketdik, unday bo'lsa chiqaylik. Kulaverma hadi, hoziroq kul. Chiq. Kulaverib ichim og'rib ketdi. Ha. Mana bu yerga bitta nima qo'yib qo'ydik, haligi jitel yana keladi. Tekshiruvchi.
qaytib kirmasin. Jonga tegishasan aka. Men nima chopib kelayin bo'lmasam, o'rmonga borib chopib kelaman, daraxt atrofiga qo'ygan daraxt. Men bo'lsa ketmoq. Sen ketmoq qilib suvga paqir zarur bizga. Paqir janob merga aytamiz, topib beradi. Temirni topib bersa o'zimiz yasab qolaveramiz. Jo'xa! Ha, nega baqiryapsan? Nima qilyapsan? Baqiryapsan-ku. Uyga bitta benomus yana tekshiruvchi kirdi. Kirdimi? Ha. Yopib qo'yuvdingmi? Uyda Quvib chiqarib ber. Janob merga aytamiz. Mayli bo'pti, men uzoqdaman sendan. qoch. Yog'larni chopamiz. Albatta sizlar shuncha mehnatimizga lakol bilan bosib qo'yinglar. Kokoga bir ko'raylik, ko'rsatib qo'yaylik men obunachilarimni. Aktiv diyorvoringlar bir like obunani bosib. Mana bu yerlarni ham bitta qo'ymay chopib tashlayman. Bu yoqdagi qishloqlar, jitellar juda ham yomon ekan. Menga bittasi ham yoqmadi. Zo'rg'a o'zimni tiyyapman. Agar bunaqa men bilmasmikin, agar men merni o'rnida bo'lganimda voqacham hammasini qamab tashardim. Bu yoqqa qamoqxona yasab hammasini janob merga aytishim kerak, yo bilarmikin? Agar bilmasam qamoqxona yasaymiz va ularni qamatamiz. Janob merga aytasan. Koko sen ham keldingmi? Qochib tur, menda tapor bor. Bolta. Men o'zimga paqir kerak. Paqir topamiz. Ketdik. Mana bu daraxt yiqilib tushibdi. Choparaylik. Maylarni ham loy bilan to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan, Jo'xa. Koko. O'tashib ketdi. Uzr do'stlar, ozgina momo bo'lib qoldi. Hayajon, aytpas. Orada bo'lib turadi bu narsalar ham. Mana bu yerdan boshla berasan. Menga disha tashlab ber, men hammasini taqta qilib olibman. Qochib tur, men o'zim qilaveraman. Yo'l naydaqasi o'tishaveradi, yo'lni to'sib qo'ysak hech narsa bo'lmaydi. Koko, O'zimiz asbob qildik, nima qilamiz? Merga aytamiz, mer ruxsat berdi deymiz. Mana bu sen ham eshitdingmi? Men qamoqxona yasaymiz tag'in va ularni yo'qotamiz. Bizga qarshi chiqayotganlarni, asabimizga tegayotganlarni. Tushundingmi? Merga aytib, qo'yma. Yo'q, qo'yaver. Kirib chiqadigan Yo'q, bo'lamiz. plompoya qilib turma, charava qilib to'samiz ustini. Tushundingmi? Mayli, to'xta, men charava Bir qator ustiga loyiham qilib yuborishimiz kerak. Janobdan so'raylik, nimasida bor edi. Qilib, hozircha shu ham yetadi bizga poliz. Shuncha mehnatimizga lakol bilan bosib qo'yinglar, do'stlar. Janob mer. To'xtab tur, Jo'xa, men ularni kuzatyapman. Gapiraver endi. Janob mer, menga ozgincha loy zarlab qoluvdi, berib tura olasizmi? Ana o'sondan, bor edi, olaver. Men ularni kuzatyapman. Mayli. Sizga bir gapim bor edi, endi hozir ishingiz bor ekan, mayli. Nima ishing bor edi? Gapiraver. Nima ishing bor edi? Gapiraver. Ana jitellarni siz tushunasizmi? Jitellarga shunaqa qilishasiz, qarshi nima yo'l qo'yasizmi? Nima qilibdi jitellarim? Bir nima uyni kunda tekshirishar ekan. Birovdan so'ramasdan kirishar ekan tag'in. Shuna qilib, tekshirishar ekan. Birovni uyiga nima qilmasdan, so'ramasdan kelib, bu qanday bo'ladi? Aytmaganmisiz? Yo shunaqami qonun? Birisi esa odamga nima qilmas ekan, hammasi o'zi bilgani qilyapti. Bu qanday bu odob?
men bilmagandim. So'rabgina keldim. Ha, men ko'rib qolayin aytaman unga. Ha, uzr so'rataman senlardan hali. Uzr so'raydi. Ha, mayli. Ha, qamoqxona qildirib shunaqalarni qamash kerak bu o'zi. Ha, to'g'ri aytasan. Men ham o'sha reja bilan yuruvdim. Qamoqxona qilish kerak. Sen qila olasanmi? Ha, men qila olaman. Ha, unday bo'lsa, menga qamoqxona zararda. Ha, mayli bo'lmasam keyin qilib beraman. Hozir polizimni qilib olay. Ha, bora qol. Ha, keyin menga kelasan, o'zim narsa beraman. Ha, mayli. Ketdim men. Jo'xa bitta, Koko bitta deb. Akancha obunachilar ozgincha gapim adashib ketyapti. Undan uzr so'rayman. Bitdimi Koko? Ha, Jo'xa menga taporim berib tur. Boltayni. Mana o'rtalarni nima qilyapsan? Shu yerga suv quysak, qurib ketmaydi yer. Yo, uzun qilaver. Manda Yo, uzun qilsa bo'lmaydi. Mana shunaqa qilsak ham bo'laveradi. Keyin o'zimizga nima yer tejalatdan yo, shunchalik qilaver. ko'proq hosil bo'ladi. Tezroq bitadi-da. Hozir men nima yasab chiqqan qo'yganiga charava. Akancha, senga bir gapim bor edi, hozir chiqayin aytib beraman. Menga 3-4 ta taxta tashlab bor. Hozir. Menda charava ko'p yasasa bo'ladi-da. 12 ta cho'pim bor. Ha. Mana. Barisini olib qo'ygan sandiqqa qo'yib ber. Bu yoqlarga yasab chiq. Akancha janob merdi gapini eshitdingmi? Nima dedi? Janob mer aytdiki, anaqa qoramasdan kelib tekshirayotganlarga qamoqxona qilish kerak ekan. Kim janob merda akani qilmasa qamar ekan. Forzlarni ham oxir payt olib kelib bermay qo'yibdi. Shunga. Mana bu chekka ham bitta qo'yib qo'y, bitta nonni qo'ysin, bo'ldi. Chunki qamoqxonani biz qilib berishimiz kerak ekan. Hali bu yoqda ko'p yashaymiz ekan. Bilinib turibdi, ko'p yashashimiz. Qilaveramiz-da endi. Yaxshi, shuni endi qilaman deb turdim, sen qilib qo'yibsan, yaxshi. Hozir endi janob merga aytib suv topib kelishimiz kerak, paqir so'rab. Oldin chof nima qilaveraylik, polizni qilaveraylik. Poliz qilsa qurib qoladi, Jo'xa. Oldin suv topish kerakmi? Yo, ekib qo'ysak bo'ladi. Quriguncha qilamiz, oldin polizlar qilib qo'yaveraylik. Ekin topay bo'lmasam. Unda men janob merdan so'rab chiqaman. Hozir kun tushyapti, voy. Yo, kun ham tez o'tyapti. Hozir so'rab chiqayin janob merdan. Kalamizga paqirni bo'lib berdi, uni oltadan qilib va uni qolganlarini qo'yib qo'yamiz, zararli ishlatamiz va bir paqirda suv olib kelamiz. Yur. Ana bu nimadan olib kelaylik, bu quduqdan olmaylik. Quduqdan ichishga. Mana xudoy suvni olishimiz kerak. Bu yoqdagi suv tezroq o'stiradi. Menga pishirilmagan go'sht ham berdi janob mer. Ketgunimizga yetadigancha berdi. Ko'p desam ham ko'proq olishaver deb berdi. Koko, eshityapsanmi meni? Opamga ketyapman-ku. Men unday bo'lsa paqirlarni solib chiqayin sandiqqa. Suv zararlab qoladi keyin. Barini solamiz. Ekinlar topchiq, Jo'xa. Janob qanaqa ekin bermadi. Jitellardan chopib olaveramiz ekan, ekib qo'yib qolganini ulug'larini soliqlar topshirishadi-ku, ashlarni o'rniga biz olaveramiz ekan. Senga men janob mer sandig'iga sotqaman suvlarni. Men o'zimga solib qo'ydim. Biz uchun.
Ekanmiz. Janob mer, men sandiq iziga sotib boraymi? Ha, nima? Sen janob mer o'zlamisan? Ha, kelaver. Ha, Hop, janob mer. Manchi. sizlar bilan ha bir ana yoqda kelib ketgan ekan. Janob mer, mol, paxtalarda suvlar qaysi sandiqga soqqay? Ha, alam yoqqa solib qo'yaver. Ha, yaxshi olib kelsa menga ham orada zarur bo'lib qolar edi. Pastaga solsam bo'ladimi? Ha, bo'laveradi. Solib qo'y. Ketdik. Bitta paqir o'zimga olyapman. Bo'pti, janob mer. Ha. Ketdik. Endi katta yo'nolar nimasidan chopib turib olamiz. Nimcha shoshyapsan? Ha, tezroq bo'laylik. Ha, bularniki ham shishsi bilan yig'ishtirishib olar ekan. Chopaver. Yo'q, chiqib ham qoladi. etga yana tekshiruv mollar ekib ketyaptimi etga bizda polizlarga. Yetib qovur. Bizga o'zlari ekishyapti. Ekib qo'yishyaptimi? Ha. Bitta jitel bizga berib ketdi. Ha. Yana 6 ta joy qolib ketdi-da. U yerda kakras menda 6 ta urug' bor ekan. Mana ekib qo'yaman. Mana. Ha, mayli. Hop, daraxt o'ta Yangi xalaqit qo'sh beryapti. bilmasdan ekib qo'ygandir-da. Ekaversin. Modara xalaqit beryapti. Qo'yavermadi ham mayli chopib tashlayver. Ha, polizimizni ham butdik. Endi buni pishishini kutamiz. Mana bu yerlarni ham chopib tashlaylik. Yo'qib tashlaymiz, hamma yo'q yo'qib tashlaylik. Har daraxtni urug'i ham bor ekan. Urug' ham tushdi. Shu urug'ini ekib qo'yamiz boshqa yerga. Mana polimiz ham o'rab chiqdik. Ha. Ikki urug' bor ekan, ekib qo'ydik. Mutaga yana bitta kiribdi. Ha, bo'ldi. Bitta polizdan. Ha, unda bo'lsa videoni yakunlaylik. To'xta. Bo'lsa videoni ham yakunlaymiz. Ha. Nimamiz yoqdimi? Kommentariy yozib olinglar. Sizlar bilan bu havo ko'p bo'ldi. Yangi videolarga xayrlashuv bilan bosib qo'yinglar. Koko, sen ham gap aytib qo'y, bosishadi. Like, obuna, komment, shitir qilsalaringiz keyingi qism yana chiqadi. Ha. Unda bo'lsa hammaga xayr.